Assalomu alaykum. O'tgan hafta davomida O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti hayotida ro'y bergan muhim voqea-hodisalar haqida xabar beruvchi hafta dayjesti loyihasi o'zining navbatdagi sonini boshlaydi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti rektori professor Shahzoda Negmatova mas'ul xodimlar bilan birgalikda davlat xususiy sheriklik asosida qurilgan talabalar turar joyiga tashrif buyurdi. Talabalarning fikri va takliflari o'rganilib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan tegishli mas'ullarga tavsiyalar berildi. Joriy yilning 3-4 mart kunlari O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasida yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyat va ommaviy madaniyat mavzusida seminar-trening bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti rektorining xotin-qizlar masalalari bo'yicha maslahatchisi Ozoda Anorqulova hamda institut psixologi Hafiza Ro'ziyevalar ham ishtirok etishdi. Toshkent shahridagi O'zbekiston Xalqaro anjumanlar saroyida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti rektori Shahzoda Negmatova ham ishtirok etdi. Institutning pedagogika kafedrasi tomonidan xalqimizning atoqli shoirasi Zulfiya xonim tavalludining 110 yilligi munosabati bilan talaba qizlar o'rtasida Zulfiya xonim izdoshlari bellashuvi o'tkazildi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti informatika kafedrasi mudiri O'tkirjon Saidov hamda kafedra dotsenti Sumanbar Hasanovalar joriy yilning 13-23 fevral kunlari Malayziyaning nufuzli Sultan Idris pedagogika universitetida bo'lib o'tgan xorijiy malaka oshirish dasturida ishtirok etishdi. Har yili bahor fasli kirib kelishi bilan yurtimizda Navro'z ayyomining milliy taomi hisoblanuvchi sumalak tayyorlanadi. Aynan shu munosabat bilan Tillar fakulteti hamda Pedagogika va jismoniy madaniyat fakulteti talabalari istiqomat qiluvchi 5-sonli talabalar turar joyida ham doshqozonlarda sumalak qaynatildi. Державин nomidagi Tambov davlat universiteti rektori Pavel Sergeyevich O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti xotin-qizlar jamoasini 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan samimiy qutladi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutida bahor faslining eng go'zal ayyomi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali bayram dasturi o'tkazildi. Bayram dasturi davomida talabalar tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar, kuy-qo'shiqlar, she'rlar va sahna ko'rinishlari barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. So'ngida institut rektori Shahzoda Negmatova ilm-fan va ta'lim rivojiga munosib hissa qo'shayotgan bir guruh xotin-qizlar, professor o'qituvchilar hamda xo'jalik xodimalariga tashakkurnomalar hamda esdalik sovg'alarini topshirdi. Bayram kayfiyatida davom etamiz. Erta tongdan institutimizning barcha ayol qizlari uchun bayramona muhit yaratildi. Ular ezgu tilaklar, samimiy tabriklar va esdalik sovg'alari bilan kutib olindi. Shuningdek, institutda ushbu kun munosabati bilan sport, nafosat va salomatlik manbai shiori ostida xotin-qizlar o'rtasida sport musobaqalari tashkil etildi. Samarqand yoshlari gazetasining 2025-yilgi 4-sonida O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti hayotida ro'y bergan eng so'nggi muhim voqealar chop etildi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti hamda Milliy bank hamkorligida Kelajakka qadam loyihasi doirasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Jismoniy tarbiya va sport sohasida hamkorlik aloqalari kengaymoqda. Aynan shu mavzuda O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti hamda Qozog'istonning Gumilyov nomidagi Yevroosiyo milliy universiteti o'rtasida onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutining rasmiy sahifalarini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.